Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz aziz obunachilar, barcha sog' salomatmi? Sizlarga o'sha salomatlik manbasi haqida ma'lumot berishga davom etamiz. Ma'lumot berishda bugungi salomatlik uchun foydali o'simliklardan bittasi aynan aprel oyini yarmidan o'tib unib o'sib boshlaydi. Ayniqsa tog'li zonalarda yoki namgarchiligi yuqori bo'lgan joylarda bu shifobaxsh o'simlik o'sadi. Bu o'simlikda juda ham ko'p foydasi mavjud. Birinchi o'rinda oshqozonda salyanli kislotani ko'tarib beradi. Salyanli kislota xohlaysizmi yo'qmi 40 yoshga yetmas turib hozir yoki 40 yoshdan o'tganlarda immunitetga qarab ba'zi birlarda 35 yoshdan, ba'zi birlarda 30 yoshdan pasayib boshlaydi. Bu immunitetga qarab, har kimning immuniteti har xil shakllanadi. Endi salyanli kislotani bilasiz, hazm qilishda juda ham o'rni katta. Vitaminlarni so'rilishida normada bo'lishi kerak. Bu past bo'lmasligi kerak. Past bo'ldi degani bu patologik jarayon o'sha organizmda kechyapti degani. Endi bu patologik jarayonni bartaraf qilish uchun bizda ajoyib o'simlik mavjud. O'sha patologik jarayonga olib bormaslik uchun. Siz xohlaysizmi yo'qmi? Operator yo'q endi. Xohlaysizmi yo'qmi? Salomatlikni uzoqroq saqlashga harakat qilamiz. Uzoqroq yashashga harakat qilamiz. Hazm jarayonimizda muammo bo'lmasligini xohlaymiz. Vitaminlar yaxshi so'rilishini xohlaymiz. Bo'g'imlarimizda og'riq bo'lmasligini xohlaymiz. Bu uchun salyanli kislota kerak. Zagib bo'lib qolishi o't qopida yoki pankreatit o'sha fermentlarni o'sha oshqozon osti bezida chiqmasdan saqlanib qolishi bu yaxshi holat emas. Bu salyanli kislota pasaygan vaqtda sodir bo'ladigan oshqozondagi jarayon. Endi bu jarayonga nimalar olib keladi? Stress isbotovat qilsangiz, antibiotiklar, kimyoterapiya bu uchalasi birinchi o'rinda asosiy faktorlar sifatida qaraladi. Keyingi o'rinlarda kam harakatlilik, palapartish ovqatlanish yoki bo'lmasam boshqa shunga o'xshash holatlar. Endi xohlaysizmi yo'qmi, bu o'sha faktorlar hisoblanadi kasallikka olib boruvchi. Endi buni bartaraf qiluvchi yagona o'simlik desak ham bo'ladi. Nima? Podorojnik, zubtirim. Hozir aynan o'sadigan davri hovlimda ekib qo'yganman. Bahor mavsumida foydalanish uchun ajoyib regenerativ xususiyatga ega. Tarkibida vitamin C saqlaydi, xlorofilga boy. Organizmni energiya bilan ta'minlaydi. Kislorod almashinuvini yaxshilaydi. Miyada aqliy faoliyatni yaxshilaydi. Mana ko'rib turibsiz. Bahor mavsumida hovlimizda ekilganligi sabab g'ij-g'ij bo'lib o'syapti. Demak, bu mahsulotni o'sha aynan vaqtida iste'mol qilish kerak. Imkon qadar har kuni iste'mol qilish kerak. Bu hech qanaqa ziyoni yo'q, tabiiy mahsulot. Salyanli kislotani ko'tarib turadi. Endi ba'zi birlar aytadi, giperaktivniy gastritda mumkin emas. Yo'q, giperaktivniy gastritda ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Unaqa salyanli kislotani ko'tarib yubormaydi. Yoki gerbda yoki boshqa holatlarda iste'mol qilib bo'lmaydi yoki yarali jarayonda deydi. Bu o'sha regenerativ xususiyati mavjud. Yarali jarayonlarni bitkazadi, tez bitkazadi. Ayniqsa tashqi yaralar. O'sha hududda kislorod almashinuvini yaxshilab, o'sha regeneratsiya jarayonini yaxshilab beradi. Vitamin C saqlaganini hisobiga. Demak, sizlarga bugungi beradigan ma'lumotim shulardan iborat. Agar ma'lumot yoqqan bo'lsa, bundan oldin ham bu ma'lumotlarni berganman, YouTube'da o'chib ketgan. Ma'lumot kimgadir yoqimli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bo'lishingizni so'rab qolamiz kanalimizga.